Umrimda bunaqa yugurmagandim bor. Sal qoldi. Mumbaydagi anaqa reysga kech qolishimga nafasim qaytib qoldi. O'tirib oldim avtobusga chiqib. O'zbekiston pasporti problema. Ah, блядь, ketguncha ham даже muammo yo'qdi. Oxirlasdan xalos. Даже hechkina chiqib ketishga ham qo'ymaydi. Kirishga ham problema o'zi. Chiqib ketguncha qo'ymaysan, bu shunaqa yomon davlat fuqarosi ekan. O'zbekiston vahima qilib, sekuritylar chaqirib. Nima? Ketishga ham даже muammo. Xullas, Mumbay reysga chiqib oldik. Sal qoldi, xullas ulgurmasligimga zo'r hozir o'tirdim Mumbayga, Bombayga. Undan keyin borgandan keyin ko'ramiz bularda Hindistonliklarda O'zbekistonliklarga munosabatni. Hozircha unchalik yaxshi emas. Inshaalloh bo'ladi, hammasi yaxshi.